bergen. Allah Teala'ga barlık kullar, maktular, şükürler olsun. Elhamdülillah Allah'a şükür edelim. Allah Teala bize insan kılıp yaratıp, zimemizde rızkı verip, zimemizge yaşa verip atar. Allah Teala insanlara dünya ahiret baklı olsun din verdi. Şimdi qaysi insan şu toluk din bilen yaşagan bolsa, o insan toluk baklı болады. Qaysi insan dinsiz yaşagan bolsa, o insan baksız болады. Allah Teala bizge iman degen nemat berdi. Bu öte çoğun nemat ekende. Biz şükür kılışımız gerek. Burada qancha qavmlar kelgan bolsa, 124 ming Tigrayda payg'ambar kelgan bolsa, o'shalardan janob Allah o'sha payg'ambarni yetib bergan qavmlardan bo'lib qolmaganimizga biz ko'p shukr qilishimiz kerak. Hozirgi kunda qanchalar insonlar bor, boshqa joylarda, boshqa joylarda, boshqa majlislarda o'tirib, biz shu ko'p shukr qilishimiz kerak. Allohning uyida taravih o'qitamiz, Alloh mushti beradi, shuni yaxshi Allohning cho'yrasida o'tiramiz. Ummi Haniruzhan Harvat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, hech bir amal la ilaha illallohdan jo'qor bo'lolmaydi, bu kalima hech bir kunni qoldirmaydi. Allah Teala sizni bizde almasaqda ruhtar alamında tandap Muhammed Aleyhisselam'a ümmet kıldı. Biz köp sıyımıq tanışımız gerek. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti en ahir ümmet, beşge en birinci kere olan ümmet. Anas Razullah Han Hırvatlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim meni sünnetim жақсы көрсе, suysa, başka aytganda amal kılsa al meni suygan болады, kim meni suygan bolsa al beşte meni çoğ болады dedi. Bir acake Medinaga borib kelganda payg'ambarimizning o'sha qabrini oldida Ravza Muborakni oldida uxtab qolib tush ko'rayotgan, tushida payg'ambarimiz ko'rayotgan. Payg'ambarimiz ko'rib shunchalik suyunayotgan, suyunib aytayotgan, "Ya Allohning payg'ambar, men qantisam siz rozi bo'lasiz, qanday qilsam sizga ko'p salovat, yaxshi salovat aytgan bo'laman" desa, sen ushul bir mamlakatda bir odam bor, bir ilmli odam bor. O'sha odamga borsam, o'sha odamdan o'rganasan o'sha salavatni. O'sha salavatni men o'qiganimda men rozi bo'laman, suyunaman deyotganda, ana o'sha amallarni bitirib, o'sha mamlakatga borib, o'sha ilmli odamni topatgandaga, o'sha janobi salavatni o'rganib qayta kelayotgan uyga. Agar o'sha salavatni o'rganaman desangiz, ertang tetrad olib kelsangiz, men javob beraman. Ana qarang payg'ambarimiz sizimizga qancha g'am fikr qildi, butkul ummat din bilan yashab qolsin, baxtli bo'lib qolsin, beshga kirib qolsin deb payg'ambar sunnatini bizga g'am qildi. Payg'ambarimiz eng yaxshi sunnatlardan biri o'sha ummatga bo'lgan g'am fikr ekanda. Ikkinchisi uylarga taqoratib ziyorat qilib, Alloh uchun borib boshqa bir mo'min musulmonga yaxshi ko'rganini aytish kerak ekanda. Kimga qolgan yaxshi boshqa bir mo'minga qolamaychi iymon talab qo'ydi dedi. Dag'in ek sunnat bor dedi, jo'nako'ylik bilan yumshoqlik. Payg'ambarimiz shu ichki sunnati bor dedi. Ana içinde köp yaxşı nesler var deydi. Berimdүүлük, kayrımdуулuk, borkerdik, martlık, bereşendүүлük. Bukharada, murdağı bir zamanda Bukharada iki bereşen adam bolgan deydi. Biri Müslüman, biri Müslüman emas adam deydi. Peygamberimiz urpağdan bolgan bir ayal Allah'ın kalası bilen oşul bereşen Müslüman adamın uyuga keldi deydi. Kelgende aytatken, şunday bana boshpana kerak, tamam aş gerek, su gerek deb so'ranayotganda, aytsan, sen kimsin desa, men Muhammed Aleyhisselam'ın urpağından bo'laman desa, daliling bormi deb so'rab qo'yayotganda, ana ayoldan yuragi o'rayotgani ketib qolayotganda, ana o'sha odam tushida, tush ko'rayotgan, tushida beshta ko'rayotgan, beshta bir qasrda ko'rayotgan. Qasrga yaqin borsa bir nurli odamni ko'rayotganlari qarasa, payg'ambarimiz ko'rinayotganda, o'sha odam ko'zga biri o'shanday qavog'ini solgan bir boshqa bir ahvolda turayotgan, shunday bir ochiqlangan ahvolda turayotgandaga, ana o'sha odamga aytayotgan tur ketdi aytganda, payg'ambarimiz eng qattiq so'zni o'sha bo'lgan ekanda, undan boshqa qattiq so'z aytgan emas ekan. Endi shu biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet bo'lgandan keyin biz payg'ambar sifatini o'zimiz yashab olib kelishimiz kerak ekanda. Payg'ambarimiz buni o'zini olib kelib, payg'ambarimiz qilgan mehnatini qilgan bo'lsak, o'shanda Alloh bizdan rozi bo'lganda. Alloh taolo Qur'onda aytadi, oyatda "In kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni." Ey suyukli payg'ambarim aytgan, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, unda meni yetishinglar dedi. O'sha sahobalar payg'ambarni yaxshi ko'rib yetishdi, o'shalar egilga jetdi. O'shalardan Alloh rozi bo'ldi, Allohdan rozi bo'lishdi. Payg'ambar Allohni maqtadi, meni sahobalarim osmondagi joylarda ushlab dedi. Alloh taolo ularni maqtadi, chiroq erkaklar deb maqtadi. Endi meni bizga o'sha ulug' mehnat payg'ambarlik mehnat yuktilganda, endi biz qachon shu mehnat qilgan bo'lsak, Alloh taolo rozi bo'ladi. Siz bilan bizning har bir amalimiz dushanba, payshanba kunlari payg'ambarlarga so'z o'tganda.
Oşon üçün qarang ошол adam qanchalik suyundu, payg'ambarimizga salovat aytdi, payg'ambarimizga salovat aytish bilan payg'ambarimiz qancha suyunib o'tdi. Endi biz payg'ambarimiz mehnatini qilgan bo'lsak, ошол bizga bergan amonat, Alloh bergan amonat payg'ambarning mehnatini qilgan bo'lsak, payg'ambarimiz qancha suyunadi, Alloh taolo qancha rozi bo'ladi. Endi Allohning rozi qilish bizni eng chong maqsad bo'lgandan keyin bizda har doim fikr bo'lish kerak ekan, qanday qilsam Alloh rozi bo'ladi. Qanday qilsam Alloh meni yaxshi ko'rib qoladi. Biz qachon shu payg'ambarimizni yaxshi ko'rib, payg'ambarimiz mehnatini qilgan bo'lsak, o'shanda Allohga yaqinlaydi ekanmiz. Biz bergan narsalardan biz uchun qo'rqmaychi, ilga jetpesinglar dedi. O'sha Alloh bergan vaqtda, jonda, molda Alloh uchun qo'rqgan bo'lsak, o'shanda Alloh rozi bo'ladi ekanda. Endi onun uchun biz Allohni muhabbatini topishimiz kerak ekan, Alloh bizni yaxshi ko'rib qolishi kerak ekan. Onun uchun qanday qilamiz desa, biz Alloh uchun ibodat qilib siyinamiz, bir g'ana Allohga ibodat qilamiz. Allohdan g'ana umid qilamiz, Allohdan g'ana qo'rqatganmiz, Allohni g'ana yaxshi ko'rayotganmiz. Xolis Alloh uchun qilishimiz kerak ekan har bir amalimizni. Ana Alloh taolo nimada aytadi? Sizlar uchun Muhammad alayhisalomni erishishda eng yaxshi ulgu ibrat bor deydi. O'sha payg'ambarimizning o'sha qilgan amalidan Alloh rozi bo'ldi. Insonlar o'sha payg'ambarimizning qilgan mehnati sababdan qancha insonlar hidoyatga keldi. O'sha sahobalar butkul olamga dinga sebepchi oldu. Endi boyagi adam tushdi, o'sha payg'ambarimiz turib ketdi degandan keyin, anan keyin al ikkinchi berishni odamni uyga yugurdida, o'sha joqqa ketib qoldi ekan deb o'sha ikkinchi berishni uyga borsa, o'sha musulmon emas odamni uyga borgan bo'larkan janobi ayol kishi. Aytadigan shunday, sen uyingga bir qo'noq keldi desa, keldi deyotganda, o'sha qo'noqni menga ber desa, javobini men sana bera olmayman deyotganda, o'sha qo'noqning berekati bilan bizda ko'p o'zgarishlar bo'ldi ekan. Shunda men tush ko'rdim, shunda beshni ko'rdim, bir qasrni ko'rdim, qasrni oldida payg'ambarimizni tush ko'rdim deyotganda, payg'ambarimiz meni qo'limdan jetilib o'sha beshga kirgizdi deyotganda, uyg'onib ketib, men islomni qabul qildim, uy bilan islomni qabul qildim, o'sha ayol sharofati bilan biz barcha islomni qabul qildik. Shuning uchun biz barcha bekam niyat qilaylik, bekam maqsad qilaylik. Shu ishni bizga Alloh taolo barcha yuktaganda shu ishda barcha qilaylik, jo'ndamlik bor barcha. Bir g'ana maqsad bilan niyat qilishimiz kerak. Bekam yurakdan chechim chiqarib 3 kun, 40 kun, 4 oy Alloh yo'liga chiqib mehnat qilavergan bo'lsa, bu umr qisqa ekanda, oxiratda bir yashash bor, oldimizda safarimiz bor. O'sha safarda davomli ko'rishimiz kerak ekanda. O'shaning uchun barcha shu ishni maqsad qilaylik. Alloh taolo shu ishga barcha qabul qilsin, urfoqlarimizdan, olimlarni, qarilarni, daylarni, yaxshi insonlarni chiqarsin. Alloh barchadan rozi bo'lsin. Subhanallohi va bihamdihi.